Bozorchi akalarim shu yerdamisizlar? Men sizlarga Qo'yliq bozori oldidan zo'r variant topib qo'ydim. Вообще shikalat variant desa ham bo'ladi. Mana proyektni qaranglar, chiroyliligini. Podvoli ham bor. Podvoli bitta katta spashnoy xona qilingan o'rtoqlar. Yozgi oshxona, kattagina hovli mana. Ichida mashina bemalol sig'adi. Garajimizga bitta bor, ko'chada o'zining hojatxonasi bor. Orqa hovlisi ham bor. Demak, sizlarga hozir ko'rsataman. Orqa hovlisi uzun ketgan. Kelinglar, qaranglar. Binoni polni aylanib chiqsa bo'ladi. Bu yoq tomonimizda bo'lsa, yana 4 ta proyektimiz bor. Narxi $95,000 boshlanyapti. 1,5 sotig'i. 1,5 sotuq $95,000 boshlanyapti. Hozir men turgan mana shu proyektimizni 2,1 sotuq. Buni narxi $110,000 o'rtoqlar. Shunaqasini ko'rganmisizlar? Hali bitmagan. 90% ishlari bitgan. Mana buni qaranglar, chiroyliligini, uyimizni remont bo'lishini usta akalarimiz hozir ishlashyapti. Jarayonda kuxonniy mebellarigacha qilib berishyapti. Mana kuxonniy mebellar yig'ilishyapti. Kiruvchimiz bilan planirovkani qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. O'ng qo'lda oshxona, chap qo'lda bitta mana detskiy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hovliga qarang, o'z oynasi bor. Bu yoq tomonda yana bitta xonamiz bor. Buni ham bolalar yotoqxonasi qilsanglar bo'ladi. Orqa hovliga qarang, o'z oynasiga ega. Bu yerda kichkina bitta hol bor. Bu yerda ham divanli zona qilib, TV zona tashkil etilgan. Bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Bu yog'imizda mana hol kengayib ketyapti. O'ng qo'lda umumiy sanuzul joylashgan. Ko'rib turganingizdek, chap qo'limizda yana bitta spalnimiz bor. To'g'rida zal. Ko'rishinglar mumkin. 3 ta oynasi bor zalimizning orqa hovliga qaragan. Zalimiz bu yoq tomonda va oxirgi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Master spalni kengligini qaranglar. Buni o'zining ichida sanuzullari ham bor o'rtoqlar. Kerakli barcha jihozlar qo'yib qo'yilgan sanuzullarga. O'sha aytib o'tganimdek, adresimiz Qo'yliq dehqon bozorida joylashgan o'rtoqlar. Bozorga bir 5 minutlik yo'l. Narxi $110,000 chiqyapti, 2,1 sotuv. 95 mingdan 1,5 sotuvliklari ham bor. Ulgurib qo'yinglar, tez orada to'liq videosini profilga joylaymiz.